Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar pensiyasi bank kartasiga tushadigan fuqarolar va ularning yaqinlari uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap shunchaki karta ishlamay qoldi yoki pul kechikdi degan oddiy holat haqida emas. Gap banklar ayrim amaliyotlarni cheklashi, shubhali operatsiyalarni to'xtatishi, karta orqali pul yechish yoki o'tkazmalarga vaqtincha taqiq qo'yishi mumkin bo'lgan vaziyatlar haqida ketadi. Bu ma'lumot ayniqsa pensiyasi kartaga keladigan har bir inson uchun zarur. Chunki bitta noto'g'ri harakat pensiya puldan vaqtincha foydalana olmaslikka olib kelishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda amaliy misol bilan tushuntiraman. Agar sizning ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki tanishlaringiz pensiyani kartaga olsa, iltimos bu videoni ularga ham yuboring. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikni noqulay vaziyatdan saqlab qoladi. Avval qanday edi? Ilgari ko'pchilik pensionerlar pensiyani naqd shaklda olardi yoki kartaga tushgan zahoti bankomatdan yechib olardi. Karta asosan pulni olish vositasi sifatida ishlatilardi. Odamlar kartadan katta summani yechsa ham, o'g'li yoki qiziga pul o'tkazsa ham, ko'pincha hech kim savol bermasdi. Bank tizimi hozirgidek avtomatik nazorat qilmasdi. Ko'p operatsiyalar oddiy kundalik harakat sifatida qaralardi. Endi esa vaziyat o'zgargan. Banklar moliyaviy xavfsizlik, firibgarlikka qarshi kurash, noqonuniy pul aylanishining oldini olish va mijozlarning mablag'ini himoya qilish uchun ko'plab operatsiyalarni kuzatmoqda. Bu degani bank har bir pensionerni shubhali deb hisoblaydi degani emas. Lekin tizim kartada odatdagidan farkli harakatni ko'rsa, masalan pensiya tushishi bilan darhol butun summa boshqa kartaga o'tkazilsa, yoki bir kunda bir necha marta katta pul yechilsa, yoki karta doim boshqa odam qo'lida ishlatilsa, bank bu operatsiyani vaqtincha to'xtatishi mumkin. Eng muhim nuqta shuki, bank sizning pensiyangizni bekor qilmaydi. Davlat pensiya to'lovini to'xtatib qo'ymaydi. Lekin bank karta bo'yicha ayrim harakatlarni vaqtincha cheklashi, operatsiyani tekshirishi yoki mijozdan shaxsini tasdiqlashini so'rashi mumkin. Ko'p odamlar mana shu farqni tushunmaydi. Pensiyamni bank olib qo'ydi, kartamni bloklab qo'ydi. Endi pulimni bermaydi deb vahima qiladi. Aslida ko'pincha masala hujjat tasdiqlash yoki xavfsizlik tekshiruviga borib taqaladi. Men birinchi navbatda pensionerlar va ularning farzandlariga shuni aytaman. Pensiya kartasi egasining shaxsiy moliyaviy vositasidir. Karta pensioner nomiga ochilgan bo'lsa, undan foydalanish huquqi ham o'sha pensionerning o'ziga tegishli. Farzandlar yordam berishi mumkin, bankomatdan pul yechib berishi mumkin, kommunal to'lovlarni to'lab berishi mumkin. Lekin karta doimiy ravishda boshqa odam qo'lida yurishi, PIN kod boshqalarga aytilishi, SMS kodlar farzand yoki begona shaxsga berilishi katta xavf tug'diradi. Masalan, 2 yoshli otaxonning pensiyasi har oy 1.200.000 so'm bo'lsin. Pul kartaga tushadi. Odatda otaxon 300.000 so'mni do'konga, 200.000 so'mni doriga, 400.000 so'mni kommunal to'lovlarga ishlatadi. Qolganini sekin-asta sarflaydi. Bu tabiiy holat. Lekin bir oyda pensiya tushgan zahoti 1.200.000 so'm to'liq boshqa noma'lum kartaga o'tkazilsa, keyin yana boshqa odamlardan shu kartaga pul kelib ketishni boshlasa, bank tizimi buni shubhali deb ko'rishi mumkin. Chunki pensionerlar kartasi oddiy pensiya olish vositasidan pul aylantirish vositasiga o'xshab qoladi. Yana bir misol. Bir kampirning kartasi nevarasida turadi. Nevara kartadan internet orqali turli xaridlar qiladi. Bukmekerlik yoki noma'lum xizmatlarga to'lov qiladi. Keyin pul yetmay qolsa, kampir bankka borib pensiyam qayerga ketdi deb so'raydi. Bank ko'radi. Operatsiyalar karta egasining roziligi bilanmi yoki yo'qmi? Buni aniqlash qiyin. Chunki PIN kod va SMS kod berilgan bo'lsa, bank ko'pincha operatsiyani mijoz tasdiqlagan deb hisoblaydi. Shuning uchun men doim aytaman. Pensiya kartasining PIN kodi va SMS kodi hech kimga berilmasligi kerak. Hatto yaqin qarindosh bo'lsa ham ehtiyot bo'lish kerak. Kim xavotir olish kerak? Birinchi navbatda kartasini boshqalarga berib qo'ygan pensionerlar. Ikkinchidan, pensiya kartasiga o'z pensiyasidan tashqari ko'p miqdorda begona pul kelib tushadiganlar. Uchinchidan, har oy pensiya tushgan zahoti butun summani boshqa kartaga o'tkazadiganlar. To'rtinchidan, bankdagi shaxsiy ma'lumotlari eskirganlar, pasport muddati, telefon raqami, manzil yoki aloqa ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, bank tekshiruv vaqtida mijoz bilan bog'lana olmaydi. 5-dan, kredit
Qarzdorlik yoki sud ijrosi bilan bog'liq muammosi bor fuqarolar. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyangizni o'zingizning kartangizda olsangiz, kartani odatdagidek ishlatsangiz, pulingizni o'zingiz yetsangiz, do'kon, dorixona, kommunal to'lovlar uchun to'lasangiz, hech qanday noqonuniy yoki shubhali operatsiya qilmasangiz, qo'rqishga asos yo'q. Banklar hamma pensionerning kartasini bir kunda bloklab tashlaydi degan gap noto'g'ri. Cheklov odatda aniq sabab bo'lganda qo'llanadi. Xavfsizlik, shubhali operatsiya, hujjat muammosi, sud qarori yoki mijozni himoya qilish zarurati. Keling, bir nechta oddiy hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. Pensioner onaxonning pensiyasi 900 ming so'm. Har oy pensiya tushgach, qizi bankomatdan 800 ming so'm yechib beradi. Bu yerda muammo bo'lmasligi mumkin, agar onaxon buni bilsa va rozi bo'lsa. Lekin karta qizining qo'lida doimiy qolsa, qiz internet to'lovlar qilsa, boshqa joylarga pul o'tkazsa, keyin onaxon men buni qilmaganman desa, masala murakkablashadi. Bank uchun PIN kod bilan bajarilgan operatsiya tasdiqlangan harakatga o'xshaydi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l pensioner banki o'zi borib, ishonchli shaxs masalasini rasmiylashtirishi yoki hech bo'lmaganda karta va kodlarni nazorat ostida saqlash kerak. Ikkinchi vaziyat, otaxonning pensiyasi 1 million 500 ming so'm. U o'g'liga yordam berish uchun har oy pensiya tushgan zahoti 1 million so'm o'tkazadi. Agar bu muntazam, tushunarli va oila ichidagi yordam bo'lsa, odatda katta muammo bo'lmaydi. Lekin o'g'il otasining kartasidan turli odamlar bilan savdo qilsa, har kuni 5 million ta pul o'tkazma qilsa, kartaga 3 million kelib 4 million chiqib ketsa, bank nega pensiya kartasida bunday aylanma bor deb savol berishi mumkin. Chunki pensiya kartasi tadbirkorlik yoki vositachilik uchun emas. Uchinchi vaziyat, pensionerning nomida kredit bor. Masalan, u avval maishiy texnika uchun 4 million so'm kredit olgan, keyin to'lovlarni kechiktirgan. Pensiya kartasiga pul tushganda bank yoki sud ijrosi doirasida qarzdorlik bo'yicha yechimlar qo'llanishi mumkin. Bu ham odamlar orasida pensiyamni bank taqiqladi degan gapga sabab bo'ladi. Aslida bu karta xavfsizligi emas, qarzdorlik majburiyati masalasi. Bunday holatda fuqaro bankdan qarzdorlik jadvalini, undirilgan summa asosini va qolgan qarz miqdorini yozma ravishda so'rash kerak. To'rtinchi vaziyat, pensionerga telefon qilib, kartangiz bloklanadi, kodni ayting deyishadi. U ishonib SMS kodni aytadi. Firibgarlar pulni yechib oladi. Keyin bankka borganda bank kodni o'zingiz bergansiz deydi. Mana shu joy juda og'riqli. Banklar endi bunday holatlarning oldini olish uchun ayrim operatsiyalarni shubhali deb topib, vaqtincha to'xtatishi mumkin. Bu ba'zida noqulay tuyuladi, lekin maqsad mijoz pulni saqlab qolish. Agar bank shubhali operatsiyani to'xtatmasa, pul bir necha daqiqada yo'qolib ketishi mumkin. Bu masalada bir nechta nozik nuqta bor. Birinchisi, karta bloklanishi bilan hisobdagi pul yo'qolmaydi. Juda ko'p odamlar kartasi ishlamay qolsa, pulim ketdi deb o'ylaydi. Yo'q, karta faqat kirish vositasi. Pul bank hisob varag'ida turadi. Agar karta vaqtincha bloklangan bo'lsa, bankka murojaat qilib sababini bilish, shaxsni tasdiqlash, yangi karta chiqarish yoki cheklovni yechish mumkin. Ikkinchi nozik jihat, bank telefon orqali PIN kod, SMS kod, karta muddatini va karta orqasidagi maxfiy raqamni so'ramaydi. Agar kimdir bank xodimiman deb qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz to'xtaydi, kartangiz yopiladi, hozir kodni ayting desa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. Haqiqiy bank xodimi sizni filialga taklif qilishi, rasmiy ilova orqali xabar yuborishi yoki umumiy ma'lumot berishi mumkin, lekin maxfiy kodni talab qilmaydi. Uchinchi jihat, ishonchnoma masalasi. Ayrim pensionerlar yura olmaydi, kasal, uzoq qishloqda yashaydi yoki bankka borishi qiyin. Bunday holatda farzand yoki qarindosh yordam berishi tabiiy. Lekin yordam rasmiy va xavfsiz bo'lishi kerak. Notarial ishonchnoma, bankdagi vakillik tartibi, pensiya oluvchining roziligi kabi masalalarni oldindan hal qilish kerak. Aks holda kelajak kim pulni oldi, kim rozi bo'ldi, kim javobgar degan savollar paydo bo'ladi. To'rtinchi jihat, pensiya kartasini qarzga berish mumkin emas. Ba'zi odamlar kartangizga pul tushirib turaman, keyin yechib berasiz deydi. Pensioner esa ishonib kartasini beradi. Bu juda xavfli. Noma'lum pul kartaga tushsa, keyin noqonuniy operatsiya bo'lib chiqsa, savol birinchi navbatda karta egasiga beriladi. Men bilmaganman deyish har doim ham yetarli bo'lmaydi. Chunki karta sizning nomingizda, hisob sizniki. Operatsiyalar sizning moliyaviy tarixingizda ko'rinadi. 5-jihat.
mobil ilova va SMS xabarnomalar. Men har bir pensionerga yoki uning ishonchli yaqiniga SMS xabarnomani yoqib qo'yishni tavsiya qilaman. Har bir kirim va chiqim haqida xabar kelsa, pul qayerga ketayotganini bilish oson bo'ladi. Masalan, pensiya 1 million 100 ming so'm tushdi. Oradan 10 daqiqa o'tib 500 ming so'm yechildi. Agar pensioner bundan bexabar bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilish mumkin. Vaqt bu yerda juda muhim. Bir kun yoki bir hafta kutib yurish pulni qaytarish imkoniyatini kamaytiradi. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Nima qilish kerak? Birinchi qadam, pensiya kartangiz kimning qo'lida ekanini aniqlang. Agar karta o'zingizda bo'lsa, yaxshi. Agar farzandingizda, nevarangizda yoki qo'shningizda bo'lsa, nima uchun ularda turganini o'ylab ko'ring. Vaqtincha yordam uchunmi yoki doimiy nazoratsiz ishlatishyaptimi? Karta sizning nomingizda bo'lsa, mas'uliyat ham sizda bo'ladi. Ikkinchi qadam, PIN kodni almashtiring. Agar siz PIN kodni biror kishiga aytgan bo'lsangiz, uni bankomat yoki bank ilovasi orqali almashtirish kerak. Kod tug'ilgan yil, telefon raqami 1111 yoki 1234 kabi oson raqam bo'lmasin. Bunday kodlarni topish juda oson. Kod faqat sizga ma'lum bo'lsin. Agar yoshi katta odam eslab qola olmasa, uni qog'ozga yozib karta bilan bir joyda saqlash ham xavfli. Eng yaxshisi ishonchli, lekin begona ko'rmaydigan usul tanlash. Uchinchi qadam, bankka borib ma'lumotlaringizni yangilang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz va kerakli hujjatlarni olib boring. Bank xodimidan mening kartamda cheklov bormi? Hisobimda muammo yo'qmi? Telefon raqami to'g'ri ulanganmi deb so'rang. Bu oddiy savollar, lekin ko'p muammoni oldindan hal qiladi. To'rtinchi qadam, pensiyaga tushgan kuni hamma pulni shoshilinch boshqa kartaga o'tkazmang. Agar bunga zarurat bo'lmasa, albatta oila ehtiyoji, davolanish, qarz yoki xarajat bo'lishi mumkin. Lekin muntazam ravishda katta summalar noma'lum kartaga ketayotgan bo'lsa, bank savol berishi tabiiy. Agar farzandingizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, izohli va tushunarli tarzda qiling. Masalan, bir xil qarindosh kartasiga aniq miqdorda odatiy tarzda. Begona odamlarga ko'p o'tkazma qilishdan saqlaning. 5-qadam, kartangizga begona odamlarning pulini qabul qilmang. Xola kartangizga pul tashlashsin, keyin menga naqd qilib berasiz degan takliflar juda xavfli bo'lishi mumkin. Siz o'sha pul qayerdan kelayotganini bilmaysiz. U firibgarlik, qarz, noqonuniy savdo yoki boshqa muammoli manbadan kelgan bo'lishi mumkin. Keyin bank yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlar savol bersa, siz tushuntirishga majbur bo'lasiz. 6-qadam. Agar karta bloklansa yoki operatsiya o'tmasa, vahima qilmang. Avval bankning rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Raqamni internetdagi reklama yoki begona SMS dan emas, kartaning orqasidan. Bankning rasmiy saytidan yoki filialdagi ma'lumotdan oling. Keyin bank filialiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, telefon, pensiya bo'yicha hujjatlarni oling. Bankdan sababni aniq so'rang. Texnik xatomi? Xavfsizlik blokirovkasimi? Hujjat yangilanishi kerakmi? Sud ijrosi bormi? Qarzdorlikmi? 7-qadam, agar bank javobi tushunarsiz bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin. Mening nomimdagi pensiya kartasi bo'yicha cheklov sababi, hisobdagi mablag' holati va cheklovni yechish tartibi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizada sana F yashash, telefon raqami. Karta yoki hisob raqamining oxirgi raqamlari ko'rsatiladi. Arizaning bir nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib oling. Og'zaki gap tez unutiladi. Yozma javob esa keyingi murojaat uchun asos bo'ladi. 8-qadam. Firibgarlik bo'lsa, darhol harakat qiling. Agar pul siz bilmagan holda yechilgan bo'lsa, bankka zudlik bilan qo'ng'iroq qilib kartani bloklatish kerak. Keyin filialga borib da'vo arizasi yoziladi. Zarur bo'lsa, ichki ishlar organlariga murojaat qilinadi. Telefoningizdagi SMSlar, qo'ng'iroqlar, chek rasmlari, bank ilovasidagi operatsiyalar tarixi saqlab qo'yiladi. Uyat bo'ladi deb jim yurish mumkin emas. Firibgarlar aynan shundan foydalanadi. 9-qadam, yoshi katta yaqinlaringizga tushuntiring. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning kartasini nazorat qilish degani ularning pulini xohlagancha ishlatish degani emas. Ularga har oy tushgan pensiya miqdorini, qayerga sarflanganini, qancha qolganini tushuntirib boring. Agar doriga 300 ming, oziq-ovqatga 400 ming, kommunal to'lovga 2,5 ming ketgan bo'lsa, buni ochiq ayting. Bu ishonchni saqlaydi va keyinchalik oilaviy nizolarni kamaytiradi.
10. qadam, agar pensioner yura olmasa, masalani rasmiylashtiring. Notarius, bank filiali yoki tegishli tashkilotlardan vakillik tartibini so'rang. Har bir bankda tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun aynan o'sha bankdan aniq ma'lumot oling. Shunchaki kartani olib yurish oson ko'rinadi. Lekin muammo chiqqanda rasmiy hujjat yo'qligi hammaga qiyinchilik tug'diradi. Men alohida ogohlantiraman. Yolg'iz yashaydigan pensionerlar, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan yoki telefondagi xabarlarni o'qiy olmaydigan keksalar, yangi telefon ishlatishni bilmaydiganlar, farzandlari uzoqda bo'lganlar, firibgarlar uchun eng zaif qatlam hisoblanadi. Bunday odamlarga begona telefon qo'ng'iroqlari bankdanman, pensiya jamg'armasidanmi, kompensatsiya beriladi, kartangizni tasdiqlang degan gaplar tez ta'sir qiladi. Shuning uchun ularning yonda kamida bitta ishonchli odam bo'lishi, bank raqamlarini yozib qo'yishi. Shu holatda kimga qo'ng'iroq qilishni bilish kerak. Yana bir xavfli holat. Pensionerlarga qo'shimcha pul beriladi. Kartangizni kiriting. Yangi nafaqa chiqdi. SMS kodni yuboring. Bank kartangizni yangilamasangiz pensiya tutishmaydi kabi xabarlar tarqaladi. Men ekspert sifatida aytaman. Rasmiy to'lovlar hech qachon Telegramdagi noma'lum havola orqali karta ma'lumotlarini kiritish bilan berilmaydi. Davlat to'lovlari va bank amaliyotlari rasmiy idoralar, banklar va belgilangan tartib orqali amalga oshiriladi. Agar sizga kimdir tezroq biling, aks holda pensiyangiz kuyadi desa, bilingki, bu bosim usuli. Firibgar shoshiltiradi, o'ylashga vaqt bermaydi, qo'rqitadi. Haqiqiy bank yoki rasmiy idora odatda hujjat, ariza shaxsni tasdiqlash va tartib bilan ishlaydi. Shoshilinch kod aytish, kartani rasmiy olib yuborish. Telefoningizga kelgan parolni berish talab qilinmaydi. Agar bank operatsiyani vaqtincha to'xtatsa, bu 3 xil natijaga olib kelishi mumkin. Birinchisi, siz shaxsingizni tasdiqlaysiz va cheklov yechiladi. Masalan, bankka borasiz, pasportni ko'rsatasiz. Ha, bu pul o'tkazmasini o'zim qilmoqchi edim deysiz. Bank xavfsizlik tekshiruvini yakunlaydi. Ikkinchisi, bank kartani almashtirishni tavsiya qiladi. Agar karta ma'lumotlar begonalarga oshkor bo'lgan bo'lsa, eski kartani yopib, yangisini olish eng xavfsiz yo'l. Uchinchisi, masala qarzdorlik, sud ijrosi yoki boshqa huquqiy asos bilan bog'liq bo'lsa, siz tegishli tashkilot bilan alohida ishlashingiz kerak bo'ladi. Bu jarayonda eng katta xato bankka bormasdan mish-mishlarga ishonish. Falonchi aytdi, endi hamma pensionerning kartasi yopilar ekan. Pensioner pul yecha olmas ekan. Bank pensiyani ushlab qolar ekan degan gaplar ko'pincha aniq holatni noto'g'ri umumlashtirishdan kelib chiqadi. Bir odamda qarzdorlik bo'lgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisida karta firibgarlik sabab bloklangan bo'lishi mumkin. Uchinchisida pasport ma'lumoti eskirgan bo'lishi mumkin. Bularning hammasi boshqa vaziyat. Bugungi asosiy xulosa shuki, pensiya kartasiga tutishadigan pulingiz sizniki, lekin karta xavfsizligi, kodlar, shubhali o'tkazmalar va hujjatlar masalasiga befarq bo'lish mumkin emas. Banklar ayrim operatsiyalarni taqiqlashi yoki vaqtincha cheklashi mumkin. Lekin bu odatda xavfsizlik, qonuniy talab yoki shubhali holat bilan bog'liq bo'ladi. Agar siz kartangizni to'g'ri ishlatsangiz, begonalarga bermasangiz, kodlarni aytmasangiz, ma'lumotlaringizni yangilab tursangiz, xavf ancha kamayadi. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni pensiyasi kartaga tushadigan ota-onangizga, buvingizga, bobongizga va tanishlaringizga yuboring. Izohlarda yozing sizda yoki yaqinlaringizda karta bloklanishi, pul yechilmay qolishi yoki bank savol bergan holatlar bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensionerlar, bank kartalari, kreditlar va firibgarliklardan himoyalanish bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.